bir kelam. Hoş gelipsizler. Salam, assalam. Assalomu alaykum mehmonlar, mehribon ota-onalar, aziz ustozlar, barchangizga bugungi savodxonlik bayramimizga xush kelibsiz. Assalom ustozlar, aziz mehmonlar, davrada yig'ilgan qalbi quyoshlar, sizga dildan ta'zim, dildan ehtirom, bayramga jam do'stlar, assalom. Gul yoshlik, go'zallik, tinchlik bor bo'lsin, chin do'stlik, masofa bilmagan aslo, qurvatan tuyg'usi mangu yor bo'lsin. Davrani keng oling do'stlar, marhabo. Ustozlarning o'g'iti dilimizga joyladik, dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Bizning maktabda juda katta tantana, bilimni namoyish qiladi har bir bola. Hozir bayramimizga bayram sababchilari bo'lmish jajji birinchi E sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Negacha men istamasam tok sahrosidan kelmaydi beri, axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Negacha men istamasam tok sahrosidan kelmaydi beri, axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Bir yaproqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shu bir yaproqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Eshigim sandan eshigim sandan Eshigim san Alloh aytgan, eshigim san tuzatib. Har odam avaylab asrab etqatir kasbidan. Boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Farzandlarim boshim silagan, sendayin yo'q ko'rmadim yana. Dilbarlarim boshing silagan, sendayin ko'rmadim yana. Agar qadring bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. 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 Qadringni bilmasam seni, bolam dema vatanim meni. Salomdan boshlanar hurmat ehtirom. Salom ko'rdi
dünyada eng shirin kalom. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, ustozlar, ota-onalar, mehmon bujonlar. Mana bugun 48-umumiy ta'lim maktabimizning birinchi sinfida savodxonlik bayrami bo'lib o'tish arafasida. Bugungi bayram bilan barcha ota-onalar va jajji bolajonlarni muborakbod etamiz. Bugungi bayram tadbirini ochib berish uchun so'zni Rimberg aka Safariyatga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bilan maktabimizda kechadan buyon savodxon bayrami o'tkazilmoqda. Bugun mana o'z nihoyasiga yetmoqda 3-sinf, 4-sinf. Kecha 1-A bugun 1-D sinf abitgacha o'tdi. Abitdan keyin 1-Y sinf o'tkazilmoqda. Sizlarning xabarlaringiz bor. Birinchi o'qish yilida 1-sentyabrda 117 ta o'quvchini biz qabul qildik. Mana oradan 4 oy o'tib, ular alifbe kitobini o'qib bo'ldi. Alifbe kitobidagi barcha harflarni o'rganib, endi ana shu harflarda so'zlar, she'rlar to'qib endi ota, ona, vatan hamma narsani biladigan bo'ldi. Ana shuning uchun ham alifbe bayramini yakunlashda savodxonlik bayrami deydi. Mana bugun Shirinning bir-biridan chiroyli 28 o'quvchi yigit qizlari bor. Ana shularda bugun savodxonlik bayramiga xush kelibsiz. Bugungi ana shu savodxonlik bayramida ochiq deb e'lon qilamiz. Assalom ona yurt tomlar o'lkasi. Tarix tasnifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Shukrona aytamiz yorug' kunlarga. Tinch yurtim musaffo osmoni uchun, tinch elga yarashar to'y bayramlar. Keling tantanamiz boshlaylik bugun. Tanitib yurt jahonga, elbirgan harsanga, hashtag dinu islomga, jatan azamni bilan mustaqillik assalom. Quyoshlik so'lar soqqan dilga kiyinayotgan bizni erkalatgan sizlarni shu kuni Turtilib, allanib, aqlimizni asqarab,
Endi onajonlarimizni bo'sh o'rinlariga o'tib olishimiz. Endi qizlarimiz ijrosida vatan qo'shiqiga navbatni beramiz. Bugun bayram sababkori, bilimlar poydevori, bilsangiz bor bir kitoblarning bahosi. Kitobmas go'yo oftob, yo'qdir uning bahosi. Alif beni chaqirsak, barabar qalsak chalsak. Men eng to'ng'ich kitobman, alif man oftobman. Savol chiqarding mendan, so'rab ko'rayin sendan. Alif beda nechta harf? Mana meni bilibsiz, so'zga quloq solibsiz. Bolalar meni bilar, bilganning baxti kirar. Bilimlar mamlakati boshlanan alif bodan 30 ta do'stimiz bor. Bizlarning alif bodan
alif buni o'rgangan bolalar jim turmaydi, harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Adam başlar alif va bunindir doim Allah. Ulludirman, unutmang bunindir doim dono. Bolalarga bosh bo'lar, qizlarga yo'ldosh bo'lar, bahram barqa botirni yozganda yo'ldosh bo'lar. Tuman davlada doim dono bo'ling muloyim, davran musaddilarimiz, dastur hamisha qamiz. To'qarizdan bilingiz, kuzda paxta deymiz, po'lat bog'ida paxta deymiz. Yerdot bo'lib kiring, ekranda erkin hamka, ko'tar suvda chinakka. Yaqob buzlarga o'tdiga, gulislarni qo'liga, gilab to'sak yo'liga. Men hayron bo'lmanglar, yo'lni to'stirmanglar, qanday boqonda hayron bo'lmanglar. G'am sattiraman, satim tuzingizim, rana rahmat salat barak. Kadar kodlar kazanmış, kettansa uzanmış, seralarga ayna hurmat berdi boğazlardan. Bir kalbini bilingiz, dilgörçülüğünüz, azizler bana kalkıyor. Yoldan özlerle İngilizce'dir kitap, Burak Kasım, Butulu, Mekli'nin. Ben kayıp kazanmışsın, işte kalacak ayak kalacak. Oyda aksar eken, asmanda açar eken, abut olunmazada aslanlar boşunda. Şu harfini bilersiz, nige çakıl kılarsız, camca çaksın, cavlan tücanı koyuyorsunuz. Şakar şakmasın, şaşılı bilmekmesin, şakır şakır söylendi, şakır tuttu alın. Tümen tarım alımsız, tümani içine alımsız, takip etmekten, ten harfine yakındır. O zeydiler fazlaman, otur ortak kılamar, özlük dasturunu sakır bulayanlar. Ben Bodrum'dan bulaşsız, veleksizin yönetsiniz, özüyle vakitleri yazıp girgenek. Bana karşısından bir kızım, sakırlarla karşısın, kalite burgot, benden boşuna bakar. Hatta hediyeler, yorgun tatlı, orak bana kalan, bilen canım, Yemen belki bilirsiniz, yollarını ben kılırsınız, yoksa yoldaş yakıt deyip benden boşuna götürsünüz. Sevmez, akka karayım sözün, mazın çakın sapı seksine, sözün starteşmenin ister. Neticeler adamını bilersiniz, biz adamını zakırdan benden boşuna çıman. Ne kadar bilersiniz, nasıl bilersiniz, ne kadar açıkçası kalmış. Çınağı alingiz, çarçak bulmaya kalingiz, çöllerde çımaklık çakal bolingiz. Ben içirem sözler, sizge tanış bolaman, uzun umavigen sözlerle yazar. Lale sevmesini dinle özemiz, latiflerle tabat, damat yıkayıp takat. Bugün bayram, bugün toy, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugün bayram, bugün toy, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mehmon bo'lmasa to'y. Bugün bayram, bugün toy. Bugün bayram, bugün toy. Bugün bayram, bugün toy. Bugün bayram, bugün toy, bugün bayram, bugün toy.
bayram, bugün to'yda, bugün bayram, bugün to'y. Mana meni bilibsiz, so'zga quloq solibsiz. Bolalar meni bilan bilganning baxti tilab, meni deylar alifba, 30 harf iro'ja. Bolalarga do'st bo'lib, yayrab o'ynab kulaylik. Mana meni bilib, bolajonlar siz mendan ko'p narsalar bilibsiz. Bilim to'lakonimdan duruvga xatiribsiz. Fursat yetdi siz bilan xayrlashib ketaman. Do'stim o'qish maktabini endi taklif etaman. Xayr deyman, xayr deyman, baxt va shodlik hamda tilab saodat. Ulg'ayliklar, olim bo'lib sizga yor bo'lsin omad. Salom yangi do'stlarim, erga qara ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgan so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'iz chaqish deydilar. Meni istabaroqlab, mazza qilib o'qisiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqish. Meni o'qing o'rtoqlar, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda bo'laman. Kodona do'stlarim, aqlingiz charxlayman. Misollarni tez yeching, topqirlikka chorlayman. Zehringiz ham oshadi. Sanashda hech shoshmaymiz. Hisob kitob ishida hech qachon adashmaymiz. Matematika kerak har bir o'g'il qizga, aqlni va fikrni soladi yaxshi izga. O'likka yo'llaydi, har qadamda qo'llaydi, hamda boshim sinaydi, kitob yaqin. Har bir o'g'ilni o'quvchi, qalbimda dunyo ochar. O'qisam mehrim oshar, kitob yaqin do'stim. O'rgandim kitobni, so'nmas dili oftobni, undan o'qib o'rganda bilim hamda odobni. Kitob ravshan dunyo, ilm misol daryo, o'qib oshar tafakkur, deymiz unga tashakkur. Endi bolajonlarimiz tayyorlanguncha ota-onalarga so'z beramiz. Tozalab keling. Ustozlar, bayramlarimiz qutlug' bo'lsin kelayotgan. Doim yillardan shunday ahvollarga yettirgay. Bayramlarimiz qutlug' bo'lsin, bayramdan bayramga yetirsin. Erta bayramimiz qutlug' bo'lsin. Qizlarimiz, bolalarimiz. Hammamiz shu erta bayramdan tabriklaymiz. Kelayotgan bayramlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Tabriklayman. Alif bayram o'rgatgan ustoziga ming rahmat. Hammangizni yangizdan tabriklayman. Mana o'qituvchimizni, o'quvchilarimizni Alif bayram bilan tabriklayman. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Hammangizni shu yangi bitirayotgan yangi bayramlar bilan tabriklayman. Shu farzandlarimiz kelajakda bir o'qimishli yigit qizlarimiz yetishsin. Shu o'qituvchisine rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Muhazzaram Şirin muhallimizga rahmat. Shu yuratayotganini o'ynab kulib yuraverishlar, o'qimishli bolamiz bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar. Kelayotgan yangi yillarimiz bilan hammamizni tabriklayman. Mana shu o'quvchilar, farzandlarimiz savodxonlik bayrami bilan tabriklayman. Ustozining qo'llariga qalam ruchka ushlatib o'rgatgan bilimlarini oqlab, kelajakda o'qimishli farzandlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. O'qituvchiga o'qituvchisine kattakon rahmat. Mehnatlarini oqlashini tilab qolaman farzandlarimiz. Endi ertaklar yaxshilikka yetaklar sahifasida bolajonlarning sahna ko'rishiga navbat beramiz. Qadimda bir podshohning farzandi edi. Qadim podshoh vazirning maslahatiga ko'ra xalq ichida farzand asrab olmoqchi bo'ldi. Mana urug'larni xalqqa tarqating. Kim jo'g'laning jo'li ustida shunchoq savdo qilib olmaydi. Hop barak shohim. Shamonlar yaxshiroq. Zaynatda.
Qanday chiroyli qizlar, birodardan chiroyli. Lola bu atirgilma. Oho. Juda chiroyli ekan edi. Hadi yoqimli. Qani? O'g'lim tuvagingdagi gol qani? Men afiting o'g'lim. Men qancha harakat qilsam ham tuvakda gul o'smadi. Barakalla o'g'lim, men seni shahzoda qilib olurmiz. Vazirim, sen bergan maslahatlarga tasannolar bo'lsin. Gul urug'larni qaynattirgan edi. Bu bola esa omonatga xiyonat qilmadi. Shunday qilib bolaning rasvoyligi uning shahzoda bo'lishiga imkon berdi. Qizlar, qora kunlar sizda o'ynaysizlar. Buyuring tog'am, vaqtlar. Bu tantanani nishonlamasak bo'lmaydi. Men Xoroldim rasmini ko'rishni ustunman.
navoiy. Sayr aylamakni qildi ixtiyor, mulozimlar ila chiqdilar yo'lga. Bir uchqur samanga bo'ldilar suvar, nogoh bir bolani uchratib yo'lda. Darhol otdan tushib qildilar ta'zim, bunday ehtiromdan barcha qoldilar. Mulozimlar hayron, ayollari jim, bir ayyon qo'lini ko'ksiga qo'yib, so'radi hazratim bu qanday hol? Siz bolaga emas, balki u sizga ta'zim aylamog'i emas xudoyor. Dedilar bu bola menga ko'p aziz. Bir ustozim uning bobosi edi. Olislarda qolib ketgan damlarning to'kisdan kelgan sodiq sadosi edi. Bilingizki ustoz otadan ulug'. Shu bois ayladim unga men ta'zim. Ustoz zibriyoti bu narsaga ehtirom ko'rsatmoq bo'ynimdan qarzim. Ustozlar Mehanura yog'atayim, yuzingizdan sasa, yusam dema, sudda barak izingizdan. Sizga direkta asriga sizim, tobangu ta'zimlatiraman o'zim. Dilimning dubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lda tolmay ustozim. Qolgandim kitoblar, sunnatlari, oftoblar, undan o'qib o'rgandim, bilib hamda odim. O'qishni va yozishni endi men ham bilaman, buning uchun sizga men ustoz ila bahorim bilan yig'bar, shunga sanchtam, amon bo'ling ustoz. Men ablat babana yuksaldi jabatlarni, millatning sharaf shoni, amon bo'ling ustozim. Yosh kabirini sochgan, ilm eshik ochgan, ilk saboqni o'rgatgan ustozlarga ming rahmat. endi o'zbegim qo'shiqqa navbatni beramiz. Qizlarimiz raqsga tushib berishadi. Shoes begin,
ijrosida Babushki raqsiga beramiz navbatda. Подъезда посетим целый день обычно. Кто-то навсегда сильнее и ворчит привычно. Кто ругает снег за снег, кто зато ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кто кому когда пришел, кто чего нарушил, все известно хорошо бабушкам, старушкам. Кто качает головой, строго и сурово, не боится их порой даже участковый. Не боится их порой даже участковый. Бабушки, 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 старушки, бабушки, 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 мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Бабушки, 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 старушки, бабушки, 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 на матушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы не знаем. İstedodlar birlashsa bir jonlikdan bo'ladi. Yoshlar bilan ona yurt buyuk vatan bo'ladi. Endi bugungi bayramimizga uzoq shimoldan ham mehmonlar kelishgan. Hozir bayramimizga shu mehmonlarni taklif qilamiz. Qo'shiqlar yangrayversin, kuylar jaranglayversin, kelaversin Qor bobo davramizga marhabo.
bakanda kapım gitti. Onda vardır elbette. Şirin kılça kaynaklar, kaydır, oyuncaklar. Ulaşamaz sizlerle ana oğullarla. Qarbobojon, senga bilan qizlarimiz she'r tayyorlab qo'yib aytib kelishadi. Bana bana barmı? Bana Qorbobojon, qorbobo, so'g'alaring bor bobo. Yig'isida isi, yerkinday top bobo. Az kaldı. Ne gel? Hamla yol ver. Dira yolga chiqar, yurisu ana. Bunun senden. Limon, elekim, surayni. Limon, nayab, bila. Yani asır kutu yazın. Ne derslerinde iş, mehmon bo'lib keldik. Qishimizni qorbobo, so'g'alaring bor bobo. Qortangdan moralar, daraxtlarning yodasi, har bir bola ko'nglida qorboboning sovg'asi. rahmat bolalar. Endi qora qizimizdan o'tgan she'rlari var. Men qorqiz va qorqiz, osmondagi yulduzlar uchib keldim davraga, salom berdim barchaga. Shirin shirin so'zlayman, yaxshilikni ko'zlayman. Qorbobo mening bobom, aqlli dono bilan keldik sizga mehmonga, o'ynab shirik bizlarga. Hozir sizlarga qizlarimiz xor qo'shig'iga raqsga tushib beradi.
raqsga tushib ketishadi. Endi o'g'il bolalarni davriga taklif qilamiz. Ikki qadam.
uyda. Keling. Bugungi bayram bilan bolajonlarni tabriklash uchun yana ota-onalarimizga so'z beramiz. Shahlo. Assalomu alaykum ustozlar. Kirib kelayotgan 2025-yil bayram bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Shu savodxonlik bayramini o'tirayotgan ustozina mingdan rahmat aytaman. Hammamizni yangi yildan yangi yilga yetirarsin. Kelajakda shu o'g'il va qizlarimiz o'qimishli, el yurtga xizmat tegadigan yigit qizlar bo'lib chiqsin. Assalomu alaykum azizlar. Bayramingiz bilan munosabatlar bilan Shernafas sizga rahmat. Tabrik bilan bayramingiz. Mana hammamizni kirgan yangi yil bilan tabriklayman. Shernafas sizga rahmat. Bayramingizni tabriklayman. Rahmat, ota-onalar, bugungi bayramni tashkil qilishda sizlarning ham mehnatlaringiz katta. Buning uchun rahmat aytib qolmayman. Mening otam bir daraxt, onam esa toju taxt. Bu o'tkinchi dunyoda otam omad, onam taxt.
Tutmaz beni. Tavaf kılıp Mekke'de. Onam harcı kılamam. Otam harcı kılamam. Kaç yılımdaki küçük. İlki kolları küçük. Yaşlı sen. Endi barcha ota-onalarni bolalar bilan raqsga taklif qilamiz. Kanunla soğusun. Har babajon, bugungi bayram sizga yoqdimi? Sen bolalar qilib qoldi. Orqamda qopim ketdi. Unda bordir albatta. Shirin kulcha yong'oqlar, konfet o'yinchoqlar. Ulashamiz hammaga dona o'g'il qizlarga. Endi bugungi o'quvchilarimizning savodxonlik guvohnomasini taqdirlash uchun navbatni Rimbergen aka Saparnyazovga beramiz. So'zni. Farhod va Zebuza. Yana bir marta assalomu alaykum deymiz. Hurmatli ota-onalar, mana hozir vaqtga qarab ko'rsam 2 soat davomida mana bir sinfning savodxonligini ko'rdik. Halamda davom etsa bo'ladi. Qonun bo'yicha
astronomik bir soatdan oshmoq kerak. Har qanday tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, u prezident archasi bo'ladimi, katta tadbir 2 soat. Men she'rimni qisqartirib, vaqti ziq, ota-onaning vaqti o'zlarimizga yana qiladigan ishlar bor. Rahmat. Endi qarang, men bu baho bermayman. Bahoni o'zlaringiz ko'rgan chiqasizlar, ha? Mana Xudo xolasa 6-kuni maktabimizda katta archa bayrami bo'ladi. Mana shu ota-onalarni butun Sarko'p yerindagi barcha mahalladoshlarni taklif qilib qolamiz. Men har shu mana birinchi sinflardan savodxonlik bayramlarini ko'rdim. Mana bir ikkitasi bor. Mana Shirindan ota-onalar ko'rgu deb nomerlar bor ekan Shirin. Bu nomerlarda yozib oldim. Xudo xolasa yana bir tayyorlanib, shu ota-ona ko'rmagan ota-onalar bo'lsa ko'radi degan umiddaman-da. Baho berganday bo'ldim menga. Ana shu bilan bugungi ana shu savodxonlik bayrami yakunlash arafasida o'quvchilarimizdan endi savodxonlik guvohnomasini topshirishga ruxsat etasizlar. Men bitta savodxonlik guvohnomasini biron bir mazmunni o'qib beraman-da, har bir o'quvchiga ana shunda savodxonlik guvohnomasi topshiriladi. Demak, alifba bayramini tugatib, endi savod chiqarishga, xat yozishga, endi ota-onasiga kimga bo'lishidan qat'iy nazar o'zi kichkina bir xat yoza oladi. Shunday yozilgan. Zebuzar savodxonlik guvohnomasi. Aziz o'quvchim Zebuzar, siz birinchi kitob alifboni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Unutmang, ushbu savodxonlik guvohnomasi sohibi doim a'lo o'qish, namunali xulq egasi bo'lishni tilab qolamiz deb biz sizga ishonamiz. Maktab ma'muriyati. Mana guvohnomasi. Tabriklaymiz birinchi qizimiz Zebuzar. Mana hop, tabriklayman mana. Sovg'asidan ber. Yo'q, qarab tur mana shu. Sovg'asidan beraman. Ha, Qorbobo sovg'asini beradi, Qorbobo. Qani qarsaklar. Ataxonov Og'abek. Qani kel Og'abek. Boltaboyev Nurtaz. Sovg'asini qarab tur. Qarab, qo'ying. Men o'qiyman. Nurtaz. Aminov Azilbek. Nasılbek. Gel bana. Jaqboyev Fazilbek. Qara. Resimga tushib ketdi, resimga. Fazilbek. Mana, qara. Narxonov Zayniddin. Tushmadi. Zayniddin. Tabriklaymiz mana. Qo'zboyev Shuhrat. Mana. Qarab, qara. Atam bir sefar berib ketsa, qo'rqatib o'tmasin. Shuhratjon, kel. Ashirboyeva Shahzoda. Qara. Kel. Shahzoda qizimiz mana. Kamolboyeva Guljoyna. Guljoyna. Qara, bu yoqqa qara. Karimboyeva Nodira. Nodira qizimiz kel. Nodira kel. Rashidov Ilya. Ilyor bolam mana. Qara, resimga qara. Rustamova Dinora. Dinora qizimiz kel. Qara, Shukurlayeva Diyora. Diyora. Shukurlayeva Maftuna.
Maftuna kızımız. Oy malades. Zor oynadı bu kızım. Bahram ve Gulhayo. Resimle. Gulkaya kızım. Nurlan ve Zilola. Gulkaya kızım. Oy malades. Türebay ve Mukaddes. Para. Mukaddes. Eşirbay ve Gülçıray. Gülçinay. Oy malades. Toktabay Adılbek. Azizbek. Alınbay Timur. Baxtiyar ve Ayxon. Bu balam juda zo'r o'ynab qo'ydi lekin bira, ha? Malades, rahmat. Davom ettirsa o'xshab qoldi. Ha, qarsaklar, zo'r, malades. Buna qizimiz ham, Oyxon qizimiz ham. Alınbay ve Shoira. Bo'ladi, rahmat. Shoira qizimiz, bo'p bira. Rajabay Azizbek. Bo'p bira. Davlatbay Ahmadjon. To'rabay ve Farangiz. Buna zo'r o'ynadi, rahmat. Saparbay ve Diyora. Xudbay ve Shoira. Shoira qizimiz lekin. Erkaboyev Daniyor. Daniel balamiz lekin. Malades bilan. Hammaga yetarli bo'ldimi? Chiroyli kim bilan qator Tur. Endigi asosiy bir narsa qoldi endi bu yerda, hurmatli ota-onalar. Mana birinchi sinf rahbari, mana Shirin shogirdimiz Sog'lab yaxshi bugungi savodxonlik bayramini tashkil qilgani uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Qarang, mazmunni o'qib beraman. Mazmuni quyidagicha 2024-2025 o'quv yilida yoshlarga ta'lim-tarbiya berishdagi shaxsiy yutuqlari hamda savodxonlik bayramini yaxshi tashkil qilganligi sababli birinchi sinf rahbari Sodillayeva Shirin Davlatboyevani maktab ma'muriyati faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Tabriklaymiz, ishlaringizga omadlar tilamiz Shirin. Yana bir marta ana shu tarbiyalayotgan ishlariga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hali yutuqlarimiz oldimizda, ishlaringga, ijodiy ishlaringga barkamollik tilab qolamiz. Mana bugungi qatnashgan ota-onalarga sizlarga ana shunday qimmatli vaqtlarimiz, sizlarning ana shunday farzandlaringizda jajji qimmatli vaqtlarimiz bo'lmasa kerak. Ayamay vaqtlarimizda ayamay kelganlar sizlarga katta rahmatlar aytamiz. Endi bu yoqqa tashkiliy qismi endi rasmga tushasizlar endi. Esdalik uchun saqlagan. Biz biladi o'zim. O'qishlar chiqadi. Vallahi piste turib. Sen arkasından. Ya, yukarıda çıkamaz. Güzel yanına patlayalım da vallahi oturalım. Resimga
Ulan nereye duracak? Buraya pasta duracak. Vallahi pasta kafa yukarı duracak aslında. Nasıl yarayım? Kamera karanglar, mallar kameraga. Betten düşür, sen düşür. Betim basılıp kaldı. Pasrak.